Video davomida Yashil loviyaning qanday foydali xususiyatlari bor? 18-asrda ilk bor pazandachilikda foydalanilgan yashil loviya vitamin va minerallarning koni sanaladi. Oq yoki qizil? Qaysi loviya inson tanasi uchun foydaliroq? Kimlarga loviya iste'mol qilish mumkin emas? Mosh barcha dukkaklilar kabi qondagi qand va xolesterin miqdorini kamaytiradi. Bu mahsulotning zararli tomonlari ham bormi? kanalimizga obuna bo'ling. Dukkakli mahsulotlar, jumladan loviya va mosh, aqllilar uchun go'sht vazifasini bajaradi. Ortiqcha vazndan xalos bo'lmoqchimisiz? Organizmingizni energiya bilan to'ldirishni istaysizmi? Yoki xolesterin va qondagi qand miqdorini kamaytirmoqchimisiz? U holda bugungi ma'lumotlar aynan siz uchun. Bir vaqtlar loviya va mosh iqtisodiy ahvoli nochor odamlar uchun go'sht deb atalgan. Bu ta'rif chindan ham to'g'ri. Axir dukkaklilar tovuq, mol go'shti yoki baliqdan 3 baravar arzonroq va oqsil miqdori yuqori bo'lgan proteinga boy mahsulotdir. Ammo endilikda ushbu mahsulotlarni o'z sog'ligi haqida qayg'uradiganlar uchun go'sht deb atash vaqti keldi. Shunday ekan, dukkakli mahsulotlarni tez-tez iste'mol qilish zarur. Loviya oson hazm bo'ladigan oqsilli mahsulotdir. Bu vegetarianlar va ro'za tutuvchilar uchun ajoyib tanlov. Ushbu mahsulot organizm uchun juda ko'p muhim oziq moddalarni o'z ichiga oladi. Loviya kletchatkaga boy. Unda yurak salomatligi uchun foydali kaliy, asab tizimini qo'llab-quvvatlaydigan magniy, immunitet tizimini yaxshi ishlashi uchun juda muhim bo'lgan rux ko'p miqdorda uchraydi. Loviyaning oq, yashil hamda qizil turlari mavjud. Yashil loviyaning qanday foydali xususiyatlari bor? Yashil qo'zoqli loviya ratsiondan o'rin olishi shart bo'lgan dukkakli mahsulotlarning eng foydali turi hisoblanadi. 18-asrda ilk bor pazandachilikda foydalanilgan yashil loviya vitamin va minerallarning koni sanaladi. Bundan tashqari u tabiiy antioksidant hisoblangan C vitaminiga ham boy. Shu bois organizmni zararli radikallardan himoya qiladi, yallig'lanish jarayonlarini oldini oladi, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Ushbu mahsulot shuningdek asabdan boshlab tayanch harakatgacha bo'lgan barcha tizimga ijobiy ta'sir qiladigan A, E va K vitaminlarini o'z ichiga oladi. Kletchatka, foliy kislotasi, magniy va kaliyning umumlashmasi hisobiga yurak qon tomir kasalliklarini oldini oladi. Unda C vitaminining yaxshi singishiga yordam beradigan temir moddasi bisyor. Tarkibidagi fitonutriyentlar qondagi qand miqdorini nazorat qilib, ikkinchi darajali qandli diabetning rivojlanish xavfini kamaytiradi. Undagi arginin moddasi xuddi insulin singari ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi xususiyatlarga ega ekanidan tashqari, kaloriyasi kamligi hisobiga vazn tashlashni istaganlar uchun eng yaxshi mahsulot sanaladi. Loviyada kletchatka miqdori ko'pligi sabab uzoq vaqt qorinni to'q tutadi. Ortiqcha ovqatlanishni oldini oladi. Oziqlantiruvchi modda mujassamligi sabab esa ichaklar salomatligini yaxshilaydi. Oq yoki qizil? Qaysi loviya inson tanasi uchun foydaliroq? Qizil loviya tarkibida ko'proq protein, shuningdek B9, B6 vitaminlari mavjud. 25% gacha oqsil mavjud bo'lib, u ozuqaviy qiymati bo'yicha go'sht oqsilidan kam emas. Bundan tashqari, loviya oqsili 70-80% gacha organizmga so'rilish xususiyatiga ega. Qizil loviyada ko'p miqdorda kaliy, kalsiy, oltin gugurt, fosfor va temir mavjud. Qizil loviya yurak mushaklarining ishiga foydali ta'sir ko'rsatadigan juda ko'p magniyni o'z ichiga oladi. Bu mahsulot tarkibidagi foliy kislotasi gamma-sistein darajasini pasaytirishi mumkin. Loviya tarkibidagi magniyning yuqori konsentratsiyasi qon aylanishiga ta'sir qiladi. Qizil loviya ozuqa tolasiga boy. O'simlik tolalari ovqat hazm qilish tizimini holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ichaklarni tozalashga va toksinlarni olib tashlashga yordam beradi. Bir stakan loviya tanani kunlik tolaga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Qizil loviya tarkibidagi oltin gugurt
immunitet tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va organizmni infeksiyalarga chidamliligini oshiradi. Antioksidant xususiyatlari toksinlarni yo'q qilishni tezlashtiradi va immunitet tizimini yaxshilaydi. Loviyanni mag'zi to'q, oq ranglisi mazalidir. Uning tarkibida moy, vitamin, pantotin kislota, mineral tuzlar mavjud. Oq loviya tarkibida ko'proq C vitamini ham mavjud. Shuningdek, ushbu mahsulot kalsiy, kaliy va kletchatkalarga ham boy. Bu boyliklarni barchasi suyaklar, tishlar va yurakni mustahkamlashga yordam beradi. Oq loviya oshqozon faoliyatini yaxshilaydi va tanadagi to'qlik hissini saqlaydi. Me'dada shira ajralishini ham yaxshilaydi. Shu boisdan loviya parhez taom sifatida iste'mol qilinadi. Buyrak va qovug'ingiz og'riyotgan bo'lsa, 20 gramm loviya guliga 200 ml qaynoq suv quyib, choydek damlang. Uni ovqatdan oldin yarim stakandan kuniga 3-5 mahal ichsangiz, tezda sog'ayib ketasiz. Po'stidan olingan quyuq surtmani sochingizga surtsangiz, u yumshoq va mayin bo'ladi. Shunday surtmani mag'zi va po'stidan tayyorlab, yuzingizga surtsangiz, dog', sepkil va qizil qontalashni ketkazib, terini tiniqlashtiradi. Ko'nglingiz behuzur bo'lib, uzluksiz qayd qilish sizni qiynayotgan bo'lsa, loviya talqonini o'z holicha suv bilan yoki atala qilib iching. Loviya juda ko'p turdagi saraton kasalliklarini oldini oladi. Ayniqsa, prostata rakini davolashda katta yordam beradi. Bundan tashqari, hazm qilish a'zolari saraton kasalliklarini oldini olishda ham juda yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlarga loviya iste'mol qilish mumkin emas? Bosh og'rig'i bor bemorlar loviyani iste'mol qilmaganlari ma'qul. Parhezshunoslarning ta'kidlashicha, allergiya va oshqozon ichak kasalligiga chalinganlarga qizil loviya iste'mol qilish mumkin emas. Chunki loviya ushbu kasalliklarni kuchaytirishi mumkin. Qizil loviya tarkibida kletchatka juda ko'p. Shu bois u oshqozon ichak kasalliklarida, masalan, gastrit, pankreatit va oshqozon yarasida kasallikni kuchaytiradi, deydi mutaxassislar. Ularning fikricha, loviya me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, hatto sog'lom insonlarda ham meteorizm va og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Qizil loviyani xom holicha iste'mol qilmaslik kerak, chunki bu zaharlanishga olib kelishi mumkin. Xom loviya tarkibida fazin va toksik moddalar mavjud. Ularni loviyani suvda namlash yoki har qanday issiqlik bilan ishlov berish orqali osongina zararlantirish mumkin. Podagra bilan og'rigan yoki ushbu kasallikka moyil bo'lgan odamlar loviya iste'molini cheklashlari kerak. Uning tarkibida purinlar deb ataladigan moddalar mavjud. Ular parchalanishi bilan siydik kislotasi ajralib chiqadi va ba'zi odamlarning buyragi uni tashqariga chiqara olmaydi. Keksalar va bolalar loviyani ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilishi kerak. Ushbu mahsulot uzoq vaqt davomida hazm bo'ladi. Shu sababli oshqozonda og'irlik hissi tug'dirmaslik uchun loviyani yotishdan oldin yeyish tavsiya etilmaydi. Ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolar haqida ham to'xtalib o'tish joiz. Oshqozon va ichak kasalliklari bor odamlar loviya iste'mol qilsa, qorinni shishiradi va gazlar paydo bo'lishiga olib keladi. Endi esa yana bir dukkakli mahsulot, moshning foydali xususiyatlari haqida to'xtalib o'tsak. Mosh dukkaklilar oilasiga mansub kichik, dumaloq yoki oval shaklidagi yashil rangli mahsulotdir. Uning asl vatani Hindiston bo'lib, bugungi kunda yer sharining barcha subtropik mintaqalarida yetishtiriladi. Moshda yurak va asab tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi ko'p miqdorda foydali moddalar, magniy, fosfor, kaliy, rux, marganец mavjud. Shuningdek, u o'zida 18 dan ortiq aminokislotalar, B, PP, C, E va A vitaminlarini saqlaydi. Garchi boy tarkibga ega bo'lsa-da, moshning ortiqcha vazndan aziyat chekuvchilar uchun foydasi katta. Shuningdek, mosh tarkibi o'simlik oqsili, uglevod, kletchatka, turli vitaminlar, mikroelementlar va foliy kislotasiga ham boy. Moshdagi B guruhiga mansub vitaminlar va fosfor asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, tushkunlikdan xalos bo'lishga yordam beradi.
Doimiy stresslardan asraydi, xotirani yaxshilaydi. Shu bilan birga qon aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turli o'smalar va saratonning oldini olishga hissa qo'shadi. Tarkibida kletchatka ko'p bo'lgani uchun qabziyat muammosini yechishga, hazm tizimi ishini me'yorlashtirishga yordam beradi. Bu mahsulot ko'zlar uchun ham juda foydali. Uni muntazam ravishda iste'mol qilish ko'rish qobiliyatini oshirib, buyraklar faoliyatini yaxshilaydi. Mosh barcha dukkaklilar kabi qondagi qand va xolesterin miqdorini kamaytiradi. Yurak qon tomir tizimi ishini yaxshilaydi, tomirlarni elastikligini oshiradi. Bu mahsulot kuchli antioksidant ta'siriga ega. U kuygan yaralarni bitishini tezlashtiradi. Moshda peshob haydash, shishlarni yo'qotish, organizmni zaharli moddalardan tozalash xususiyati ham mavjud. Mosh tarkibida juda ko'p miqdorda oqsil va minerallar mavjudligi bois suyak to'qimasini mustahkamlaydi. Shuning uchun bu mahsulot bolalar, keksalar va xastalikdan keyin sog'ligini tiklovchilarga tavsiya etiladi. Sababi mosh organizmni surunkali kasalliklarga chidamliligini oshiradi, immunitetni mustahkamlashga hissa qo'shadi. Ayniqsa bu sportchilar organizmi uchun muhim sanaladi. Chunki mosh yuqori oziq qiymatiga ega bo'lib, hatto go'shtni o'rnini ham bosishi mumkin. Allergiya, astma va artritdan aziyat chekuvchilar moshni ko'proq iste'mol qilishlari kerak. Undagi C vitamini sabzavotlarga nisbatan ancha ko'pligi bois shamollashga qarshi kurashish xususiyatiga ham ega. Bu mahsulot organizmni quvvatlantirib, bronxit, traxeit, rinit, sinusit, laringit kabi infeksion kasalliklarni davolashga yordam beradi. Shuningdek, bu mahsulot yoshartiruvchi xususiyatga ham ega. Uni doimiy ravishda ratsionga kiritish terini tarang va sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. Xitoy tabiblarining fikriga ko'ra, mosh terini tiniqlashtiradi, qon bosimini me'yorlashtiradi, beldagi og'riqlarni bartaraf etishga yordam beradi. Mosh va undan tayyorlangan taomlar aqliy qobiliyatni yuksaltirib, mantiqiy fikrlashni teranlashtiradi. Shuning uchun ko'pincha keksa kishilarga tavsiya etiladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, haftada 1-2 marta moshdan tayyorlangan ovqatlar iste'mol qilish tanani kerakli vitamin va minerallarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Moshli taomlar ayniqsa erkaklar uchun juda ham foydali. Bu mahsulotning zararli tomonlari ham bormi? Ayrim odamlar organizmining o'ziga xos xususiyatlari tufayli moshni yaxshi hazm qila olmaydilar. Agarda kimning me'dasiga mosh yoqmasa, uni iste'moldan chiqarishi, uning o'rniga boshqa dukkaklilarni iste'mol qilish kerak. Shuningdek, ichak faoliyatida muammosi bor insonlar ham moshdan ehtiyot bo'lishlari zarur. Ortiqcha vaznda esa moshli ovqatlar qorin dam bo'lishiga olib kelishi mumkin. Moshli taomlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish hazmdagi qiyinchiliklar va qorin yishishiga olib keladi. Shuning uchun haftasiga 1-2 martadan ko'p moshxo'rlikka erik bermaslik talab etiladi. Mosh shuningdek ichak xastaliklarida ham salbiy holatlarni paydo qilishi mumkin. Uni me'yordan ortiq iste'mol qilganda ba'zan allergik xastaliklar qo'zg'alishi ehtimoli mavjud. Tanlash va saqlash. Moshni sotib olishda uning butunligiga, silliqligiga ahamiyat berish kerak. Bundan tashqari mosh donlari orasida toshlar, tuproq va boshqalar bo'lmasligini tekshirib ko'rish zarur. Moshni 1 yildan ko'p saqlab bo'lmaydi. U eskiroq bo'lsa, pishishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun uni pishirishdan oldin suvga solib qo'yish talab etiladi. Quruq, qopqog'i yopiladigan idishda, shamollatib turiladigan xonada saqlansa, uzoq vaqt o'z shifobaxshligini yo'qotmaydi. Agar moshni issiq joyda uzoq saqlasangiz, u qurtlab ketishi mumkin. Qurtlagan va nam joyda qolib sifatini yo'qotgan mosh iste'molga yaramaydi. Moshdan suyuq sho'rvalar, shuningdek bo'tqalar, mosh xo'rda, mosh kichri, mosh ugra kabi ovqatlar tayyorlash, o'stirilgan moshni esa salatlarga qo'shib iste'mol qilish mumkin. Dukkakli mahsulotlar ham mazasi, ham foydaliligi bilan taomnomamizda alohida o'ringa ega. Ayniqsa moshdan tayyorlangan quyuq va suyuq ovqatlarni halimda yumshoqligi ishtahamizni ochishi aniq. Eng muhimi, har bir dukkakli mahsulotni iste'mol qilishda me'yorni unutmasangiz bo'ldi.